tirikchilik nimadan hozir opa? Tirikchilik xo'jayinim bor paytda xuddi tegirmonimiz bor. Bug'doy tortdi. Hozirchi endi opa. Men hozir tegirmon yurgizmayapman. Kelayotgan paytimizda ehson qilib ukalaringiz mana adyol, undan tashqari 3-4 so'm plastikiga tashlagan bolalar bor, plastikimiz bor. Ularga ehson qilganlar bor. Bundan tashqari yana kimdir guruch olib berdi, kimdir un olib berdi, kimdir shakar olib berdi. Ularda hammasini qalbida nima bor? Ularga dunyoda manfaatlari, dunyoda boyliklari kerak emas. Ular hammasini maqsadi faqat bitta. Allohning rizosini topishlik. Oxirat saodatiga yetishlik, farzandlarining kamolini ko'rishlik, ota-onasining duosini olishlik. Shularda haqiqiy bir duo qilib bersa, Alloh ularning dunyosini ham, oxiratini ham obod qilsin. Ilohim, kim sizga ihson qilgan bo'lsa, Allohim dargohida qabul qilsin. Nimaki niyat, nimaki maqsadda qilgan bo'lsa, Allohim ularga ham niyatini yetkazsin. Ilohim ota-onalarining baxtiga sog' bo'lsin. Hech kim meni bolalarim yoshda yetim qolmasin. G'am dard ko'rmasin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, nimaki maqsad qilgan bo'lsa, Allohim bersin. Berarida qisqasin. Sizlarga ham umrlaringiz uzoq bo'lsin, jonlaringiz sog' bo'lsin. Uylangan bo'lsalaring, bolalaringga bosh bo'linglar. Nimaki niyatinglar bo'lsa, Allohim barchasini bersin, bizga bersin. Allohim sizlarga mulkingni bersin. Allohu akbar. Chekib biz endi uni 8 ga kirdi.